Assalomu alaykum, hurmatli professor o'qituvchilar. Men Axborot resurs markazi elektron axborot resurslari bo'limi mudiri Egamnazarov Bobur bo'laman. Hozir sizlarga namoyish qilib bermoqchi bo'lganim Axborot resurs markazining elektron katalogidan foydalanishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Uning uchun mana bu ko'rsatilgan manzil bo'yicha kirasiz. Bunga kirganingizda bu yoqda mana quyidagi bo'limlarga ko'zingiz tushadi. Elektron bazalar degan bo'limida elektron kutubxona qismiga bosasiz. Elektron kutubxona qismi bu web Irbiz dasturi ishlatiladi Axborot resurs markazida. O'sha Irbiz dasturining web Irbiz, ya'ni foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan qismiga kiradi. Mana uni interfeysini hozir ko'rib turibsiz. Bu yoqdan kengaytirilgan qidiruv yorlig'ini bosgan holatda o'zingizga qiziqtirgan yoki o'zingizga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni kiritgan holatda qidiruvni amalga oshirishingiz mumkin. Masalan, muallif bo'yicha, sarlavha bo'yicha, nashr turlari bo'yicha yoki bo'lmasam nashr yili yoki to'liq matnli ega bo'lgan kitoblarni ham izlashingiz mumkin bo'ladi. Endi bo'lsa hozir kitobning nomi bo'yicha bitta qidirib ko'ramiz. Misol uchun marketing asoslari nomli kitobni qidiruvga beramiz. Marketing asoslari. Izlash tugmasini bosamiz. Mana hozir bizda marketing asoslari nomi ostidagi ikkita kitobni topib berdim. Ko'rib turganimizdek, ushbu kitobni qisqacha bibliografik tavsif elementlari kiritilgan. Ba'zilarida annotatsiyasi ham mavjud. Mana qisqacha annotatsiya ham mavjud. Sizlarni asosan qiziqtiradigan jihati, ya'ni kafedralarni, bu kitobning nusxalari soni bo'ladi. Mana ko'rib turgan kitobimizni nusxalari soni Iqtisodiyot universiteti, ya'ni Iqtisodiyot universiteti, ya'ni oldingi Iqtisodiyot universitetida fondlarda 46 ta, jami 46 ta kitob mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi kitobimiz esa marketing asoslari 2019-yil nashr kitobi. Buning nusxalari 3 tani tashkil qilmoqda. Oldingi Moliya institutidagi joylashgan fondlar ham bu yerda ko'rinadi. Bazasi umumiylashtirilgan. Shuningdek bitta narsani sizlarga aytib o'tishni joiz deb topdim. Bizda boshqa ma'lumotlar bazalaridan topilgan degan joyi ham mavjud. Ko'rib turganingizdek, ba'zilarda unaqa narsa chiqmaydi. Lekin aynan shu marketing asoslari kitobi bo'yicha shunday kitob, yana qo'shimcha kitoblar mavjudligini bizga ma'lumot sifatida keltirmoqda. Mana masalan elektron kutubxona degan katalogimiz bor. Uni ichida ham mana yana qo'shimcha kitob borligini ko'rsak bo'ladi. Mana ustiga bosdim. Mana marketing asoslari degan 2024-yil nashr qilingan kitob mavjud. Lekin buni undan oldingi kitoblardan farqi, bu kitobni bosma shakli fondda mavjud emas. O'qituvchilar faqatgina elektron shaklini bizga havola qilishgan. Shuni farqiga borishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Aynan elektron shakli mavjud, lekin bosmasi mavjud bo'lmagan kitoblarni biz kataloglar bandida mana elektron kutubxona degan qismiga kiritib qo'yamiz. Elektron katalog qismi esa elektron kutubxona qismidan nimasi bilan farq qiladi desangiz, u bosma shakli mavjudligi bilan farq qiladi va shuni inobatga olasiz degan umiddaman. Bu katalog esa testoviy hisoblanadi. Bunga e'tibor bermasangiz ham bo'ladi. Bu oldingi eski testoviy katalog. Hozir ko'rsatib o'tganim bu aynan bitta ma'lum bir kitobni nomi bo'yicha qidirish edi. Lekin sizga aynan ma'lum bir nom ostidagi, lekin barcha kitoblar qiziqtirishi mumkin. Bunda siz uni sarlavhasidagi nomini istalgan joyidan qidirtirsangiz ham bo'ladi. Buning uchun bizga
kolleksiya degan tugmani bosib ключевые слова в заглавии любое degan joyini ochib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana marhamat. Endi bo'lsa birorta so'z birikmasi yoki so'z yozilgan yozamiz mana shu formaga. Men masalan buning uchun accounting deb tanladim. Mana accounting. Mana aynan shu so'z ishtirok etgan anaqani qidiramiz. İzlash tugmasini bosdim. Hozir bu bizga accounting so'zi ishtirok etgan sarlavhasida accounting so'zi ishtirok etgan barcha kitoblarni topib berdi. Bu 37 ta jami hajmi 37 ta betdan iborat bo'lgan, har bittasida 1, 3, 4, 5 ta kitobdan iborat bo'lgan o'lchamdagi anaqalarni topib berdi. Endi buni ro'yxat qilib chiqarib olish imkoniyatiga ega. Uning uchun barcha topilganlarni belgilaymiz. Bu yerda sortirovka qilsa bo'ladi. Sortirovka по заголовку, году издания, по типу году издания deya qolamiz. Краткое описание yoki полное описание. Endi istagingizga binoan men masalan полное описание tanladim. Sortirovka qilish году издания. Выполнить tugmasini bosamiz. Bu yerda shuni aytib o'tishim kerakki, bu dasturimiz mana hozir jami topilgan 181 ta kitobdan bor yo'g'i 100 tasini boshlanishiga chop qilib berish imkoniyatiga egaman deyapti, lekin buni ham bu kamchilikni ham aylanib o'tish yo'li bor. To'g'ri, bu o'ziga yarasha noqulaylik tug'dirishi mumkin sizga, lekin ba'zida bu narsani aylanib o'tgan yaxshiroq deb hisoblayman. Endi diqqat qilsanglar, hozir shuni ko'rsatib o'taman. OK tugmasini bosasiz. Brauzerimizni manimcha всплывающий окноni yopib oldi shekilli, boshqatdan urinib ko'ramiz. Mana marhamat, bu gal o'xshadi. Boya e'tibor bergan bo'lsanglar, 181 tadan faqat 100 tasini chop qildim degan ma'lumotni berdi bizga. Buni biz 100 tani emas, to'liq 181 tani ko'rsatib berishini xohlayotgan bo'lsak, agar buni отмена qilamiz. Mana men bu adresnoy strokadan o'sha 100 sonini topamiz. Mana shu yerda sal noqulaylik tug'ilishi mumkin, lekin o'rganib olsanglar qiyin bo'lmaydi. Mana 100, mana. Shuni 181 qilsak ham bo'ladi. Ortig'i bilan 182 qilsak ham bo'ladi, chunki hech narsa buni ziyoni yo'q. Mana 182 qildim. Enter tugmasini bosamiz. Hozir boshqatdan o'sha chop qilish oynasi ochiladi. O'shanda xohlasangiz printeringizga jo'natsangiz bo'ladi. Xohlasangiz agar PDF shakliga saqlanib qilish imkoniyatini yaratadigan dastur o'rnatgan bo'lsangiz, PDF shaklidagi yaratib olsangiz ham bo'ladi. Menda kompyuterimda shu PDF shakliga o'tkazadigan dastur o'rnatilganligi sababli buni PDF shaklida ham saqlab olsam bo'ladi. Mana bu Canon printerga jo'natiladi. Bu PDF ga saqlanib olish anaqasi mana 35 stranit bo'lyapti shunda. Saqlab olish рабочий stol va saqlaymiz. Hozir bu web ko'rinishida brauzerda ko'rinib turibdi. O'sha boyiga qidirtirgan kitobimiz va marhamat qilib mana hozir saqlab olganimiz PDF shaklida ham turibdi. Uni ochib ko'rishimiz ham mumkin mana. E'tibor bersangiz, mana har bitta kitobni nomida accounting so'zi ishtirok etyapti. Mana. Va shundan 181 ta kitobni ro'yxati ko'rinib turibdi. Buni kamchiligi jihati nusxalari ko'rinmaydi va buni faqat ro'yxatini chiqarib olishga ishlatishingiz mumkin. Agar nusxalarini ko'rib chiqamiz desangiz, unda har bittasini birma-bir o'zingizni chiqarib olgan ro'yxatingiz bilan solishtirib chiqishingizga to'g'ri keladi. Tayyorlagan video qo'llanmam
sizga foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.